uyda chorva boqayotganingizda do'stlar, обязательно shu narsalarga e'tibor bering. Qarang, bu shilaka blok. Bu xomg'ish. Endi mana do'stlar ko'rib turganlaringdek sheben bo'ladi, mana suv bo'ladi. Do'stlar qaranglar, nimaga biz buni maydalayapmiz? 50 ta molga 100 ta qo'yga bemalol yem ulgut beradigan do'stlar, vodiy polvoniga yetib kelganmiz. Endi hammasini живой bittama-bitta yoqamiz. Mana o'chig'i narsa o'xshatish bo'lgan yo'q-da bitta. Живой bo'lganligi uchun ataylab yoqmaganmiz. Endi birinchi bo'lib do'stlar nima maydaladik? Shilaka blokni maydalaganmiz. Shilaka blok tashab ko'ramiz bunga. Bemalol shilaka blokni ham maydalasalaring bo'laverarkan, xolasalaring g'ish maydalaysizlarmi farqi yo'q. Liboyini uqalaveradi deyishyapti. Mana do'stlar xomg'ish, somonning orasiga aralashib bo'ladi-yu. Bu ham birga ketadigan bo'lsa, buni ham birga chiqaraverarkan. Ko'ryapsizlar-a, qana bo'lyapti. Endi buni qaranglar. Ko'chada sheben bo'lsa, somonni tushirgan bo'lsa aralashib bo'ladimi? Buni ham ko'chaga o'g'darib qarsillatib yuboradi. Farqi yo'q. Oxirida do'stlar drabilga kir bo'lib ketgan bo'lsa, bitta og'zini suv bilan chayqab bezalaring ham bo'laveradi. Bitta qo'yasizlar do'stlar, top-toza bo'ladi. Ko'rib turganlaringda shilaka blokni maydalayapti, g'ishtni maydalayapti, shebenni oxirida suvda. Endi buni o'chiramiz. Aka, narigisini yoqing. Shu turishda somonni chiqaraylik aka shunda. Mashina o'zida. Mashina o'zida. Bo'ldi, to'xtab turing, bo'lmasa hali pichog'i urinib ketadi-yu deganlarga bu spitsani. Tashing aka bedani. Ko'rib turibsiz-a, birillatib yuboryapti. Beda ham o'zi quruq basagan shekilli aka. Somon ber, somondan. Ko'rib turganlaringda do'stlar, bemalol uqalab chiqarib yuboradi. Hoppa. Bedani qo'lligi uchun managa chiqilib bo'ldi. To'xtab turing endi. Endi ochilib ketdi. To'xtang. Yo'lda chiqaradi. Davay. Do'stlar, tomonda chiqarib ko'ramiz endi. Qarab turinglar. Ko'ryapsizlar-a, bemalol. Hozir bunga do'stlar tish qo'yadigan bo'lsa, mashinani qilib bemalol qo'ymaqa qilib yeydigan qilib qilaverar ekan. Tomonni bemalol chiqaraveradi. Bitta pirni qanchada chiqaradi aka bu? 1 minutda bitta piri. 1 minutda bitta piri. Endi tishini ham ko'rib beraylik aka. Tishini ham ko'rib beramiz. Bo'ladi aka, nima bo'lgani? Bo'ldi aka, o'chirib beraylik. Bo'lmasa bo'ldi, o'chiramiz. Realniy bo'ladi aka, video tuzmasdan. Gap yo'q. Qaranglar, bular to'xtaguncha, bitta hozirda hamma narsani eksperimentini qilamiz. Mana bu bug'doy, mana yerda nimamiz bor. Ha, u makka u. Bu bug'doy mana. Mana dumbullisi bo'ladi. Bu universalda poyezi ham, hashayizi ham, somonizi ham, bemalol makkazi ham dumbulli bo'ladi, farqi yo'q. U holatigacha olib kelib beradigan setkalari nabordi ichida bor. Endi mana do'stlar bu to'xtayapti, qaranglar. Hozir mana shilaka blokda ham maydaladi, hamma narsani maydalagan. Vodiy polvoni. Aka, buni motorini ishlavatli bu? Motori aka alyumin motor bo'ladi. Alyumin motor. Aha. 5 kilovat, 6 kilovat yoziladi. Keyin 4 kilovatli bo'ladi. 4 kilovatli bo'ladi. Hozir bu maydalab olgan necha kilovatli? Bu aka 6 kilovatli 100 li motor. 6 kilovatli. 4 kilovatlimiz 90 li bo'ladi. 90 li bo'ladi. Kilosi 24 kilo buniki bo'ladi, 19 kilo uniki bo'ladi. Farqi yo'q aka, alyumin ham bor, mis ham bor. Alyumin ham bor, mis ham bor aka. Endi tok past bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, alyuminni tavsiya qilamiz, chunki alyumin motor ham yomon motor bo'lmaydi. Prosta odamlar miyasiga o'rnashib qo'ygan alyumin bo'lsa, hali tuftaroq bo'ladi. Aka, o'shaning uchun odamlar mis motorda alyuminni ishlab ko'rsatib beryapmiz aka. Ha, bu alyumin bu. Ha, mis motorimiz 6,5 kilovatli. Mana mis motor aka. Mana mis motor. Bu ham mis motor. Ha, o'shaning uchun alyuminni ko'rsatdik aka. Gap yo'q. Buni sekin ushlab to'xtatib bo'lmasmikin? To'xtatamiz aka. Tomon bilan to'xtatamiz. Yo'q aka. Mana. Mana aka, tishlari ko'rishlari mumkin. Realniy hech nima bo'lgani yo'q. Toza germanskiy stenasi ham 3 aka, 2.5 bas aka. Gap yo'q. Germanskiy pichoq mana hamma yo'q shunday chiqib ko'rlar. O'yin bor ekan buni. Keyin aka eng qiziq joyi turba bo'ladi mana. Bu list basa bu? Yo'q, 3 li listda qilib qo'yilmagan aka. Eng kami 7 li, 1 li mana stenasi. 1 lisi ham bor, 7 lisi ham bor. Eski rossiyskiy truba bo'ladi aka. Bu 1 li, bu boringlar do'stlar. Bu 3 li listda qilib qo'yishyapti aka. Mabodo makkani so'tasida tashaganingizda oradan o'tganda kengaytirib, yorib qo'yapti. Mabodo pichoq sinsa aka ichida. Oyoq-oyoqqa chiqib ketadi aka. Mashinasiga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar, turbadan qandan qilingan bo'ladigan bo'lsa, to'qimasdan uyda ayollarmi, yosh bolalarmi bo'ladigan bo'lsa ham somonni chiqarib qo'yingsan, bedani chiqarib qo'yaverasizlar. Agar yuqorog'i bo'lsa, juda hushyor bo'lasizlar. Aka, endi qolgan narsasini bitta chiqarib beraylik. Bo'ldi, qolganisi realniy aka ko'rdilar-a aka. Albatta fake yo'q aka. Ya o'shuning uchun hali nima deydi, videoni uzmayapmiz, do'stlar, borini olyapmiz. Shilaka blokni hamma yo'q chiqardi aka. Nimani chiqarib ko'rsatay aka? Mana aka, bu yerda makka bor ekan. Ularni aka bu? Mana ulab beraman aka.
Bittada ulanadi. Ataylar do'stlar, buni yoqmadiki, sababi juda ko'p kommentariya kelyapti. Oldin yoqib qo'yapsizlar, o'sha drabelkami yoki boshqami chiqarib beraladimi? O'shuning uchun har bittasini adden yoqyapsiz. Ko'zga ko'rinsin deb. Bu yorma qilib chiqarib berar ekan. Yorma qilib chiqaradi aka bu. Gap yo'q. Qarang. Voy. Bu aka soatiga qancha chiqarib yuboradi bu? Soatiga aka yormada 2 kilo, 250 kilo yetadi aka. 2 kilo, 250 kilo. 2 kilo, 250 kilo. Un qilib chiqarib yuborsa-chi? 150 kilo aka, un qilib 150 kilo bemalol chiqarib yuboradi. Tegirmonga bormaydi. Tegirmonga bormaydi. Faqat buni bitta o'chiraylik endi. Bir xilda otsa bo'ldi. Bittada ko'p ochib yubormasin, bir xilda chiqaraveradi. O'zini me'yorini qiynamasdan. Qiynamasdan. Gap yo'q. Gap yo'q. Bu buğdoyni-chi aka, buğdoyni ham chiqaraylik. Buğdoy ham bor aka. Buğdoy ham bor. Ana mani to'shda olamiz endi. Ya bu tayyor ekan, ulangan ekan. Qani bismillah. Buğdoy aka mana bismillah. Bu buğdoy bu. Buğdoy aka. Biza chiqarib yuboraylik aka uni ham. Bu kepakini chiqaradi. Drabelgalar e'tibor bersalaring, endi yondi, oldindan yoqib qo'yilgani yo'q. Gap yo'q. Mayda tishini qo'yadigan bo'lsa, kepak qilish kerak yo'q, tegirmonga yo'q. Yo'q, aka mana o'z kepak qilib chiqaradi. Gap yo'q. Bu endi sotasi bilan bu. Bu endi makkani pasatkasi bilan. Do'stlar, butuni. To'g'ri. Uqalab olavergan, shuni tashlab beravergansiz. Bemalol. Bitta qilib tashlaysiz. Kerak emas. Hali sotaligini ham chiqarib yuborishyapti-yu, ataylabdan. Gap yo'q. Bo'ldi, aka endi o'chiraylik endi. O'ta changi nomi. Endi qarang. Shunaqa qilib bering, aka, sifatni ko'rishdi. Tilaka blokni ham maydaladi, mana buğdoyni ham, sotani ham, hamma narsani chiqarib ko'rdi. Narxi necha pul aka? Narxi aka O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bepul aka. 4 kilovatli motorimiz 2 million 300 ming qilib beramiz. 2 million 300 ming dastlabkasi ichida. Dastlabkasi ichida O'zbekiston. Vohaga bo'lsa ham. Vohaga bo'lsa ham. Agar chetdan kelib olib ketishgan bo'lsa, aka dastlabki pulni o'tib beraman. Gap yo'q, dastlabkasi shuni o'tib berilaveradi. Mis motorimiz aka 2 million 600 ming so'm, 6,5 kilovat 100% mis Ariol motorimiz aka. Ariol motor. Gap yo'q. 6,5 kilovatli alyumin motorimiz aka 2 million 400 ming so'm. 2 million 400 ming. Dastlabki. Mis motorni ham kattasi bo'ladimi? Mis motor o'zi 6,5 kilovat bo'ladi, 3,5 kilovat bo'ladi. Aka, keyin hali katta firmalar bo'ladi-yu. Bizga misol kattasini yasab bering, 3 fazaligini yasab bering deydigan bo'lsa, zakazga yasab bering. Zakazga yasab beraveramiz aka. 11 kilovatli, 7 kilovat farqi yo'q. Keyin yana bitta zo'r narsa, nima deydi, hali drabelka 5 kun kutib turasiz, 3 kun ajdanamiz bor, unaqa narsa yo'q ekan. Bitta ko'rsatib bering-da. Akalar, bular o'zi aka necha yil bo'ldi? Drabelka boshlaganimiz 2 yil bo'ldi aka. Sotishni boshlaganimizga endi o'zimizdan ishlab chiqaryapmiz aka. Gap yo'q. Sotishni boshlanganiga? Shu sohaga kirganimiz 2 yil bo'ldi aka. Vohada 5 ta Isuzimiz bor. Hamma viloyatida bor aka. Hamma viloyatda bor. Bozorda ko'ringanlar hammasi taniydi aka drabelkani. Gap yo'q. Aka, bir kunda sir olmasa, nechta chiqib ketadi? Bir oyda nechta ishlab chiqarasiz aka? Kunda aka 30 tagacha drabelka chiqadi. Bu degani oyiga aka normal chiqib ketadigan do'stlar, 1000 taga yaqin chiqadi, xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Hali 3 kundan keyin boradi, yo bo'lmasa 5 kundan keyin, yo 1 hafta kutib turing, unaqa narsa yo'q. Telefon qilasiz, o'zingiz xohlagan motordagini bemalol zakaz qiladigan bo'lsangiz, do'stlar, dastavkasini ichida qilib aytib ketadi. Agar siz vodiydan bo'ladigan bo'lsangiz, do'stlar, biz hozir Farg'onani Marg'ilonda turibmiz. Ya'ni Yozomonda biz kelib olib ketaman, shahartepadamiz. Kelib olib ketaman deydigan bo'lsangiz, dastavkasi shunday o'tib beriladi. O'zingizning mashinangizga bemalol yuklab olib ketsangiz ham bo'laveradi. Motorlarni aytib o'tdilar do'stlar, 3 xil motorda bor, 2 xil alyuminligi bor, 1 xil misligi bor ekan. Amarotini ko'rdilar, ishlashini ko'rdilar. Xohlagan narsani bemalol chiqarsangiz bo'laveradi. Endi buni komplektiga nima qo'shib beriladi deydigan bo'lsangiz, mana shu turishi drabelkamiz bo'ladi, mana bundaqa tishlari bo'ladi, 4 ta setkasidan nasatkasi bo'ladi. Mana setkasi orqali. Mana setkasi. Mo Jiguli mahaviy bo'ladi aka, zavadskiy. Bunisi aka lisli bo'ladi, 6 lisli. 6 listdan bo'ladi. Bunisi Jigulidiki. Jiguli mahaviy. Bu un qilib chiqaradigani. Aka bu yormaga aka. Bu yormaga, bu somonga. Somon bedaga. Bu komplektni ichida bo'ladi. Komplektni ichida bo'ladi. Setkalar 3 ta setkasi bo'ladi. 3 ta setkasi, tishi. Aka, mana uni qayerdan olib kelinadi, tishlarni? Tishlari Xitoydan keladi aka, germanskiy tish. Plotnosti 3 deysiz buni?
Ha, stenasi 3 aka. Gap yo'q. Do'stlar, ko'rib turganlaringizda, xudo xolasa, bu ham komplektning ichida ana mashinani Jiguli'niki bo'lar ekan. Gap yo'q. Undan tashqari do'stlar, malatcha o'ylarni ham ko'rib turibsizlar. Makka bug'doyni maydalaydigan narsalar mana shular bo'ladi. Xudo xolasa, akalarimiz video pastga nomerni joylab ketamiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsalar, dastavkasini cho'tki qilib berishadi. Undan tashqari kelib olib ketaman deydiganlarga dastavka o't beriladi, muammo yo'q. Pastda nomer bor, ishonchli drabilga kerak bo'ladigan bo'lsa, chorva boqmoqchi bo'lsangiz, yo bo'lmasam bitta olib turishim bilan bo'ldi, endi boshqa olmayman deydigan bo'lsangiz, o'zlari mana sizga inspadisini topib berdik. Pastda nomer bor, aloqaga chiqaverasiz. Keyin buni qozoni e'tibor berib qo'yasizlar, do'stlar, turbadan bo'lgan bo'ladi, listi bukilgani va shunisiga ahamiyat berib qo'yinglar. Foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga izohingizni qoldirib keting. Xudo xolasa, podpiska bo'lib qo'ysangiz, bundan ham qiziq mavzular chiqarib turamiz. Sog' bo'linglar.